Vodnik'ten arzon kvartira so'rab yurganlar uchun qarang, ajoyib domlar tushgan. Elde terapiyasi plashatka, disk plashatka, bisetkalar, avtoturargohlar hammasidan bor. Shu domimizda 5 etajga domni 5-etajında 3 xonali kvartira, 64 metr kvadrat. Her bir kvadrat metrini 6 milyon 400 bin so'mdan sotibdilar. Ya'ni 410 milyon so'm pul bo'ladi. Keling shuni ishon tarafından so'zak qilib beramiz sizga. 5-etajga ko'tarilib olganingizning har etajimizda 3 tona kvartira bor. Doğruzdaki kvartira, lisensiyadan chiqqan doğruzdaki kvartira sizni kvartirangiz bo'ladi. Kvartiraga kirganimizdan keyingina tipa dalonning xonasi bor. O'rtadan plitalar bilan bostirilgan, oynasi maktab tarafga qaragan, elektr shitlari qilingan. Elektrik ishlari 90%, 95% bitib turibdi. Koridor uzun, o'ng tarafingizda bir xona. Beni xalasangiz zal atasiz, xalasangiz spalni, lekin zal planlashtirilmagan TV zonasi bor ekan. Ben tarafimizda tutam olmasak, dalchi spalni yana bir xona, ya'ni ko'rganimizdek o'zini balkon ham bor. Balkon dimam ul emas, dimam yo'q emas. Ben tarafimizda mandarin, vodnikdagi, yamanda maktab, tengizda. Şimdi piyoda borib bolalar o'qib maktabga kelib yuraveradi. Ko'rganimizdek ajoyib mestada. Domimizning gazi ham bor. Endi bu tarafda davom etadigan bo'lsa, koridorning oxirida sanuzel. Ko'rganimizdek issiq sovuq suv turbalari tashalgan, filtrlardan qo'yilgan ekan, suvni shotchiklari qo'yilgan, svetlam shotchika bor, gazdan shotchika bor. Ko'rganimizdek gazning shotchika ham tayyorgina. Oynasi maktab tarafga qaragan, bu yerda ham elektrik ishlari qilingan, dimoqotlari bor. Plita qo'qani shu pergorodkalarni suvga tipash kerak. Bu yerdan turbalari tashalgan, kanalizatsiya, issiq sovuq suv turbalari qo'yilib ketilingan. Aytib o'tganimning 5 etajga domni 5-etajında 64 metr kvadrat 3 xonali kvartira. Puli har bir metr kvadratini 6 milyon 400 bin so'm puldan. Agar bu kvartiramiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomeriga telefon qiling, bizlarga aloqaga chiqing. Shunday kvartira so'rab yurgan, donish bilishlaringizni yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.